Bolta Greger. Ha bu Mark Greger'da ham bunchalik ahrani yo'q-ku bunaqa baqotlar. Lekin yarashibdi o'g'lim. Kuchayib ketibsan. Qoyil. Ahranalarga qarang, gap yo'q. Qiyomat. Buni turishini qara. Bilaydi qara. Hayt! Tavba qilay. O'zing ham ahranadan qolishmaysan-ku o'g'lim. Bo'yinni qarang, bo'yinni. Qiyomat. Zalga chiqyapman, tosh ko'taryapman, dada. Yo, bo'yinni kirini aytyapman men. Gadanki. Mana bu bolalarni ota seni gapirib uyaltirmadim-ku, lekin chakkish qilsan o'g'lim. Nima qilman? O'zimiz xarajat ustida turgan bo'lsak, pul zaril bo'lib turgan joyda shartmidi shularni shu yerga chaqirish. Necha pulga gaplashib keldik? Muchchiga kelmagandir bular, ha? Bular tansoqchi emas, dada. Ha. Bular davlat odamlari bular. Yo'q-e? Ha. Ukajon, aylanib ketay. Uzr, ha, boyagi hazilda, aka. Sekin. Gap. Men qara. Ismbidanmi? Yo'q, Prokuraturadanmi? yo'q, dada. Ana Samarqandlik davlat bor-ku. Ha. Yubiley to'y qilamiz deganimizda qarz beruvdi. Ha. To'ydan tushgan to'yonalardan qarz olib kelasan deb, mana ikkita odam jo'natib yuboribdi. Shular bilish. Shunday demaysanmi? Ey, davlat o'zimizniki uka. Va biz davlatning pulini yeb ketadiganlardan emasmiz, aynalay. Ukajonlar, xudo xolasa nasib bo'lsa bugun to'yona tushyapti to'yimizda. Mana shu to'yonadan hammani rozi qilamiz. Hech kim bugun bizdan xafa bo'lib ketmaydi. Shunday ekan, iltimos sizlardan bitta yordam. Gavdalaring chiroyli ekan. Ukajon, aynalaysa o'zing bo'sh qo'yib yuborku, buncha qattiq turibsan. Yana qo'yib yubor. Qorinni qo'yib yuborma, o'zing shunday qo'yib yubor. Mana shu tomondan tushib tur jiyan. Bizga xalaq berganlar qaytarib turadi. O'z yoqqa jiyan, kel. Mana shu yoqdan o'tib olgin, xo'pmi? Baraka topgin. Ukajon, kel. Sen bu tomonga o'tgin, xo'pmi? Bironta bizga xalaq bersa, qaytarib turasan. Baraka topgin. Turinglar, bugun to'ydan keyin sizlarga hammasi to'lovlarni to'laymiz. Dada. Dada. Xarajat deysiz, o'zingiz ham tansoqchilaringizga ancha xarajat qilganga o'xshaysiz. Enamga aytaman. Bo'ldi qilay. Enamga aytaman. Enamlashni yig'ishtir bugun, xo'pmi? Enang necha yoshda o'zi? Enam 50 ga chiqdi-yu. Barakalla. Enang bilan ko'chada kelayotganda, ko'chani boshida askiya bo'lyapti ekan. Askiya? Arzonlashtirib beradi-ku. Aksiya. Ha, o'sha bo'lyapti ekan. Keyin enangni mana 2 ta 25 talikka alishtirib oldim. Bular meni enalarimmi? Enam desang ham bo'laveradi. Meni 2 enam bor. Ikkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan, biri esa shirin non. Enajon. Enam. Bunisini enam. Enangdek mehribonlik qilib kredit bergan bular bizga. Bank bular. Bankdanmi? Ha. Bularda tez enangni oldiga olib, yaxshilab mehmon qilsin, yana tug'ib qo'ymasin. Tug'ib qo'ymasin? Piniya tug'masin deyapman. Ha, shunday deydi. Девочки, идите с ними, у него мать вас ждет. Вас хорошо покормит, потом поговорим. Сегодня. Qaniydi sizlar enam bo'lganlaring deydi. Har kun sizlarni enam bilan. Bo'ldi hay. Bu o'zimiz bilan bo'laverib, kelgan mehmonlar bilan salom alik qilmadik-ku. Boshlang. Avvalambor